Mani otam Abdulatif. Men 13 yoshman. 7-sinfda o'qiyman. Undan tashqari ingliz tili o'qishga boraman. Men kelajakdagi orzuyim shu ingliz tilini o'qib, Amerikaga ketish, Amerikada ishlab, pul topib, yangi joyda. Men matematika, ingliz tili, rus tilini yaxshi ko'raman. Men uyda ketgunimcha uylarning ishini qilaman, singlimga qarayman, choyimni ichib, keyin o'qishimga tayyorlanaman. Darsimni qilib, singlim bilan birga suhbat qilishni yaxshi ko'raman. Men intiqli vaqtim kun davomida shu maktabda o'rtoqlarim bilan yurgan paytim. Bizda maktabda har kuni 6 soat, 5 soatlik darslar. O'sha charchab ketgan kunlarim murakkab-ku. Yana ustiga o'qish, o'shani charchab ketgan shu o'zgarishni xohlayman. Bolalar huquqi kerak. U o'zi bemalol yurishi, xohlagan narsasini yeyishi. Har bir bolani hunar va ilm olishga imkoniyati bo'lishi kerak.